Ana onamlar shahar bo'ylab magazindan aylanibdilar, bozorlarga boribdilar. Ko'ngillarda mebellar, ko'ngillarda narxlar ko'rmabdilar. Onajon Luxay mebellar keldingiz. Ko'ngilingizda mebellar topdingizmi? Xudo shukr topdik, yaxshi ekan mebellar. Narxlari sizga ma'qul keldimi? Ma'qul keldi. 3 pulli mebellarimiz xarid qildingiz. 4 million 200 mingga oldik, juda yaxshi. Xursandmiz biz. 6,5 million mebellar turli kizib. 6,5 million mebel ekan. Onajon qarang, bizda mebel xarid qilganligingiz uchun bizda voucher bor, 500 ming. Qachonki kiysangiz bir martaga amal qiladi. Mana bu sizga sovg'a. Xohlagan vaqtingiz kelib, mebel xarid qiladigan bo'lsa, shuni bersangiz, sizga 500 ming bilan chegirma qilib beramiz. Xo'p. Onajon bitta Rahmat. Shu bozorlarimizda bersin Xudoyim. Orqamizdan yugurib asalarida uyalab kelsin. Qo'lim yengil, qo'lim ochiq. Duo qilib qolaman shu bolalarga. Yaxshi kunlarga ishlasin qizlarimiz ham.